Ko'pchilik qo'y boqishga qiziqadi, lekin qanday ratsion bilan boqish kerak, qanaqa qo'y tanlash kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak? Hozir sizlarga shu haqida gaplashib o'tamiz. Hurmatli tomoshabinlar, ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olasizlar akalar. Bu joyda 25 bosh akalar Arashan hamda Hisori Qo'chqorni akalar boqilishi jarayonini sizlarga ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib, bittadan like tugmachasini qizartirib qo'yasiz akalar. Xudo xolasa akalar bu joyda sizlarga qo'chqorlarni boqish jarayonlari, boqish sirlari, xudo xolasa bu qo'chqorlarimiz nima ratsion bilan boqilyapti, qanday boqilyapti, bir oyda qancha rasxod ketyapti va undan tashqari bu qo'chqorlarimiz bir oyda qancha vazn to'playapti. Xuddi shular haqida gaplashib o'tamiz akalar. Aytganimizdek ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsangiz akalar obuna tugmachasini bosib qo'yasiz. Sizga to'liq ma'lumotni akalar Abror akamiz, ya'ni shu qo'y fermamizni egasi Abror akamizdan to'liq ma'lumotini olib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa akalar padishgan aytmay turasizlar. Abror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ahvoli yaxshimi aka? Charchamasdan. Sizimiz aka charchamay bo'lyaptimi? Rahmat, Xudoga shukr. Chorvangizga baraka bersin aka. Rahmat aka. Havas qildik, shunaqa qo'chqorlar boqish hammamizga nasib qilsin inshaalloh aka. Ilohim aytganing kelsin. Endi aka sizni ozgina bilimlaringizni obunachilar bilan bo'lishamiz aka. Endi qo'ldan kelganicha bo'lishasiz degan umiddamiz aka, Xudo xolasa. Albatta. Endi sir bo'lmasa aka, bu joyda nechta qo'chqor boqilyapti aka bu yerda? Xo'p, Sherzodbek bu yerda hozir 24 ta qo'chqor turibdi. 24 bosh. 25 ta dedim boshida nimaga? Bitta Arashan zotli qo'chqorimiz bor edi, katta. Gavdavosh haqiqatda chiroyli narsa edi. U uchrashuvga ketdi. Ha. Nasl uchun? Nasl uchun. Ha, amakimni qo'rasida hozir sog'liqlarni oldiga qo'shib qo'yilgan. Ha. Nasl uchun sog'liqlarga qo'shgani bittasini berib yuborishdi. Lekin o'zi asli 25 bosh ekan. Endi bu yerda asli hozir 24 ta turgani bilan o'zi 32 ta bilan 32 ta boquvga tashlangan. 32 ta bilan boshlangan. Birinchi. Ha, 32 ta tashlangan bu yerga. Mana shularning sherga o'pshi 32 ta bo'lgan jami. Endi uning orasida bittasi o'sha dovdir kasali deydi. Ha. Bosh aylanma. Aylanma bosh bilan kasallangan. Kasallangan dekabr oyining 20larida edi. Ha, o'zi bu qo'chqorlarni qachon tashlangan o'zi? Qachon olingan? Nech puldan olingan agar sir bo'lmasa aka? Yo, sir narsani o'zi yo'q, Sherzod. Endi ko'pchilik bo'lishmaydi, men bunchadan olganligimni hech kim bilmasin. Masalan, yo, men unaqa odam emasman, Sherzodbek. Obunachilarga aytib qo'yaman, mana bu yerda ikkinchi kamera olyapti hozir. Endi aytib o'tib ketaveraman-da. Yo, bemalol aka. Kanalimda reklama bo'lib ketadi, maylimi? Bemalol, ikkinchi kamera olyapti. Buni nasib qilsa kadrlari menga ma'qul kelsa, o'zimni kanalimga qo'yaman. Kanalimda endi shu qo'y boqish bo'yicha hamma o'zim bilgan narsani ko'rsatib boryapman. Ro'y rost, ochiq oydan hech qanaqa yashirish sirlarsiz. Nimaga endi unaqa qilyapman? Men birinchi boshlaganimizda, Sherzod, 8 ta qo'y olganman-ku. 8 dona. Qachon o'sha? Endi u balki 15 yil bo'lgandir. Ha, o'zi tajribangiz o'zi qancha aka qo'y boqish bo'yicha? Endi biz tug'ilgandan uyda qo'y bo'lgan. Qo'ysiz payt bo'lmagan. Orada bir 4 yil, 5 yilmi, balki 6 yildir qo'y hayvon uzilgan. Uzilish bo'lgan. Nimaga uzilgan? Biz aka-ukalar o'qishga ketganmiz. Uyda faqat ota-ona. Endi ularni o'ziga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Shunaqa holat bo'lgan. Tushunarli. Endi bu degani borib rizqimiz shayda ekan. 15 yil tajribangiz bor qo'y boqish bo'yicha. Endi shunday desa bo'laveradi. Ha. Bu degani endi qara, Sherzodbek. Rizqimiz shayda ekan, o'qidik. Oliy ma'lumotli ham bo'ldik. Oliy ma'lumotli. Gap yo'q aka. Rizqimiz shayda ekan, hozir mana qo'y boqyapmiz. Gap yo'q. Tirikchilikda lekin ayb yo'q aka. 3 yil, 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'lib qoldi. Faqat shu qo'yni ichida. Qo'y sohasi bo'yicha. Mana shu 4 yilda oxirgi 2 yilda haqiqiy hisob kitobi bilan qanchaga olyapman, necha pul foyda qilyapman, hisob kitob bilan, tartibi bilan boqishni boshladim. Undan oldin yoshroq bo'lganmiz. Bor qo'ylarga yem berib qo'y. Yemini berdingmi, suvini berdingmi desa, ha, berdim deb turib, o'ynaydi. Ha, dadamlar ko'rsalar, dada rozi bo'lib qo'yasiz. Ha, o'sha vaqtlari bermagan bo'lsa ham berdi deb turib, keyin kelib berib qo'ygan behastar bo'lib qaraganmiz. Lekin qaraganmiz. To'g'ri. Endi aka, haligi savoliga qaytsak, o'zi bu qo'chqorlar qachon tashlangan va necha puldan tashlangan ekan bular? Xo'p, Sherzod. Sentyabr oyida, salkam mana 1 yil bo'ladi. Sentyabr oyida uyimga kirgan bu qo'ylar.
Ha, 2025-yil sentyabr oyida. Sentyabrda uyga kirgan. Bir oy nari berisi yurgan uyda. Oktyabr oyini ikkinchi yarmilaridan rost mana yemlashga boshlangan. Ha, ungacha o'rgatib olingan. Ha, ungacha yurgan, hashah yegan, o't yegan, ko'chada aylantirganmiz. Shunaqa bo'lib yurgan. Aha. Oktyabrda ikkinchi yarmidan bo'ldi. Qo'radan endi chiqmaysizlar, bo'ldi, endi yem deysizlar deb qo'ylarni yemlashga boshlaganmiz. Yemlashni boshlangan. Ya'ni o'sha paytda necha pulga olingan bu qo'chqorlar? Hop. Mana ular endi Ha, Hisor-a bular, ha? Hisorlar. Konkretni aytib qo'ya qolay, Qashqadaryodan olib kelingan. Joyini ham aytib ketaveraman-ku. Ha, bemalol aka, u aybi yo'q. O'zim olib kelganman, borib, joyida 4 million so'mdan baraka bo'lgan. Ha, o'sha paytda o'tgan yili 4 million so'mdan olingan. Ha, o'tgan yil 4 million so'mdan O'sha olingan. necha oylik bo'lgan aka bular o'sha paytda? O'shanda 6-7 oylik oralig'ida bo'lgan. 6 oylik atrofi, 7 oylik atrofi. Endi tirik vazni ko'pchilikka qiziqda. ha, olingan. Babi vazn bilan nima deydi? Etalon qilinadi. Bir-biriga solishtiriladi. O'shanda eng ozg'ini 40 kilo, 39 kilo chiqqan, zo'ri 46 kilo chiqqan. Qolgani o'rtacha 43 kilo, 42 kilo atrofida bo'lgan. 5 kilo, 6 kilo u yoq bu yog'i. Hozirgi bozorda mana qo'zi bilan o'zimiz oldi sotish bilan shug'ullanamiz. Shu 43 kilo, 44 kilo, 45 kilolik qo'zilar 4,5 million atrofida bo'lyapti. 4,5 million. Mana o'tgan yilgi bilan bu yilgi farqni o'z tafovutini qarang. 500 ming, 600 ming, 1 milliongacha farq bor. raznica bor o'tgan yilgi narx bilan. Hozir shunaqa holatda bo'lgan. Ha, mana arashanlar. Bular keyinda kichikroq bo'lgan. Aha. Men hozir aynan eng kichkina qo'zi qaysi bo'lgan o'shanda? Mana shu qo'chqor eng kichkinasi bo'lgan. Eng kichigi. Mana shu. Ammo hozir naslga ham ketaveradi. Naslga ham Nimaga ketaveradi. deganda mana shu 37 kilo chiqqan. Yo'q, 39 kilo chiqqan. Eng kichigi mana shu bo'lgan. Qolganlari 41 kilo, 42 kilo bo'lgan. Ammo 46 kilo, 45 kilosi ham bo'lmagan bularning. Ha. Bular deyarli standart bo'lgan. Bir xil bo'lgan, ha? Hmm. Lekin mana badallari semizak aka jonivorlar, xudo xolasa. Endi o'sha masalan 11 oy, 10 oy atrofida o'zi yemini yebdi bular, ha? Shunday. Shunday holat bo'ladimi? Hozir avgust sentyabrda chiqarsak 10 oyga borib qolyapti. 10 oy atrofida yemagan. Endi eng qizig'i bular nima ratsion bilan boqilgan ekan shu paytgacha? Hop. O'sha paytdan boshlangan faqat pishirib berganman. Pishirib berilgan. Pishirib berdim. Nimani pishirib masalan? Men makka, arpa, bug'doy aralashmani pishirganman. Endi ko'pchilikka pishirib berish yaxshimi, quruq bergan yaxshimi degan savol tug'iladi. Aha. Men o'zim aytaman, eng yaxshisi pishirib bergan deyman. Pishirib. Nimaga? O'zingiz tajribangizdan kelib Ha, chiqib. men tajribamda shunday. Nimaga deganda, mana shu arpa bilan bug'doyda hozir yorma qilingan. Aha. Buni drabilkadan chiqarsak, mana bunaqa un qilib tashlaydi drabilka. Aha. Tegirmonda aylantirsak, mana shu holatda mana maydalab beradi. Yorma qilingan. Yorma qilib beradi. Endi mana bu bilan un holatini ancha farqi bor-da. Holati. Qo'yda oshqozoniga ayniqsa ta'siri bor. Masalan, Un qilib bersa, oshqozonda hazm bo'lishi qiyin drabilkada chiqarsa. aytmoqchi bo'lganim, pishirib beryapsiz, pishirib bergan ekansiz. O'shaning ichida masalan so'yib ham berganmisiz orada? Yo'q, u payt so'yilmagan. Pishirib berayotganimizda aprellarda to'xtatganmiz. Chunki kunlar isib ketib qoldida, qo'ylar misol yeydi, o'sha payt o'zi mana ular tayyorlab qo'ygandi-da, hisorlar. Kelib qo'ygandi. Qanchadir mana yemay qo'ygan hozir ham. Mana shu ertalabki yemidan ortib qo'ygan. Ortib qo'ygan. Lekin hozir mana hashak deyishdi. Aha. Hozir sekin ikkita bo'lib kelib, mana shunday kechgacha yemini yeb tugatib tashlaydi. Yemini yeb. Yemay qo'ygan yo'q, yeyapti. Mana endi ortib qoladi, pishirib berilgan narsa bo'lsa, achib qolardi-ku. Achib qoladi. Shunda hozir taqriban bir mahalda o'zi qancha yem yeyapti o'rtacha? Hozir 800 grammdan yeydi. Bir mahalda o'zida. Bir mahalda o'zi. Arpa, bug'doy. Arpa, bug'doy. Hozirgi Makka kuchli issiqlik qiladi. 4200, 4000 Endi 4000 deylik. atrofida. 4000 deylik. Chunki bug'doy sal arzonroq, arpacha qimmatroq, o'rtacha 4000 deylik. 4000. Shunda bir kuningizga 7200 so'mlardan 7200 so'm. Bir kunda rasxoti 7200 so'm. shunday bo'ladimi? Yo'q, Endi yemini o'zi, hashagi bilan endi 6400 so'm bo'lar ekan. 6400 so'm bo'ladi. 1 kilo 600 deb hisoblayapman-da. Aha. Hashagi bilan-chi? Hashagi bilan 10 mingga boradimi? boradi. 10 mingga boradi. Shunda bir mahalda o'zida 5000 so'm rasxot qilinyaptimi shu qo'ylarga? Shunday.
Lekin 5000 so'mga aka qo'y boqishda hozirgi kunda lekin oson emas 5000 so'mga aka. Lekin Yo, sizlarga kunlik 10 ming bo'lsa, yo 10 mingga bormas ekan. Kunlik bir 8 ming, 9 minglarga borsa. beda somon berasiz, shuni endi hisob. Endi bundayda Sherzod, mana hozir aytdim, o'zimda kanalim bor. O'zimizning chorva Aha. nomi. O'zim hamma rasmda o'zim mana videoda mana endi o'zim ko'rinib video qilganman hammasini. Brand face bo'lib ketdim. Ha, meni Obunachilaringiz ham kuzatadi meni aka. endi bundayda hisob kitobni shunday qilib berganman. Konkretniy bo'lardi hisob kitobini qilib berganman. Aha. To'liq. Uni o'zi o'tib ko'rib olsa bo'laveradi. Ha, Kunlik o'shanda- rasxoti, kunlik rasxoti 7 ming, 8 ming, 9 ming oralab bo'ladi. Shunda oyligini hisoblaganingizda 150 mingdan 200 minggacha. Ha, 150 bitta qo'yga bir oyda 150 ming bilan 200 ming orasida rasxod Ha, ketadi. endi men o'rtachani aytyapman. O'rtacha. O'rtacha deganim qanday? Buni boshlagan vaqtimiz misol 150 grammdan, 200 grammdan boshlaymiz. Aha. Unaqa ko'p rasxod ketmaydi-da. Ha, qo'yni holatiga qarab, Ha, qo'ydi holatiga qarab 200 grammdan degan taqdirimizda ham bir kuniga 400 gramm. 400 gramm degani 1600 so'm degani. 1600 so'm. 1600 so'm degani. O'sha payt bilan hozirgi payt o'rtahini olsak, bir oyimizga 150 mingdan 200 ming oralig'ida bo'ladi. Mana 10 oy boqayotgan bo'lsa, mana shu qo'ylarga. Har bittasiga zo'ri ketsa 1 million 800 mingdan rasxod qildim deb hisoblaylik. Yo'q. Donasiga 10 oyda ichiga 1 million 800 mingdan 2 million desak ham 2 million deylik mayli. Yemashayni o'zi endi ichida dori ko'li bo'ladi. Ha, hammasi bilan 2 million deylik mayli. Endi mana ular 4 millionga olingan bo'lsa, meni qo'ramda, hozir meni qo'limda 6 milliondan turibdi deganimi? Aha. Qolgani mehnatim. Mehnatingiz. Hozir sotaman deyilsa 110 kilo plus minus atrofi. 110 kilo. Mana hisorladi o'zi. Hisorlarni o'zi. Arashallar qanaqa qilinadi kilosi? Arashallarda ham kilosi shunday-yu, bularda yanacha yuradigan holi bor. Nimagaki suyagi yo'g'onroq bulardi, suyagi o'sganroqda. Hali badani suyagi to'lmaganda bular. Suyagi to'lmagan jonivorlar. Yana yeyman deb turibdi. Mana havas hisorini, o'xirini ko'rsatginda, mana arashandi o'xiri. Arashandi o'xirida don yo'q. Don yo'q. Tashlasang yeb qo'yadi. Lekin ular nazira deydimi? Narzi deydimi? Ha, Narzi to'ygan. narzi to'yib yemay qo'ygan mana. Mana shu so'zni isboti. Mana akalar. Donni tashlasang kelib sraz yeb qo'yadi. Endi aka bunday narsa. Endi Mana kimdir qanchadir rasxod qiladi, kimdir ko'proq, kimdir ozroq rasxod qiladi aka. Balki biz qilayotgan rasxodimiz undan ko'pdir, undan ozdir, lekin kommentariyaga izohingiz yozib ketasiz aka. Qo'ldan kelganicha javob berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Endi aka bu joyda o'rtacha mana shu qo'chqorlarimizni necha foiz beryapti aka? Masalan, so'y berganingizda bor-ku. ha. U ham bitta so'ydik yaqinda. Eng kichkinasini o'zimizga so'ydik. Tirik vaznga 100 kilo oshiqroq keldi. 100 100 kilo deylik. Aha. Go'shini taroziga shunday qo'ysak, 4 bo'lak. ha, Aha. go'shini taroziga qo'ysak, go'shini o'zi 60 kilo rovna chiqdi. 60 kilo. Endi undan postumbaga chiqarib tashlandi. Bir 2 kilo chiqadi u ham. Ha, postumba. Undan tashqari 60 kilo chiqdi. Ichki yog'i, jigar nimalarini qo'ydik, yuraklarini qo'ydik. U bilan qo'yki 165 kilo, 66 kiloga bordi. Ha, bu gidetda 65% atrofida bergan. Ha, 65% atrofida berdi. Lekin mana realni aytaman, u eng mashada kichkinasi, eng ozg'ini, Eng kichkinasi edi. kichkina edi. Ha, tushunarli. O'sha shunaqa keldi. Endi shu joyda yana bittasini aytaman. Mana eda bittasi bor edi. Dumba ham katta bo'lib ketgan. Uni to'yga sotdik. Shu bir oy bo'lib qoldi. Sir bo'lmasa qanchaga? Realnisini aytaman, 9 million 700 ming so'mga baraka bo'ldi. 9 million 700. 10 million desa ham bo'ladi asli. Aha. Ba'zi birlar 10 million deb bo'ladi. Men rostini aytib qo'yaqoli, 9 million 700 mingga baraka bo'ldi. Mana shular sherigi. Ammo Bundan katta edi onlara. mana jasad gavdasi mana shunaqa, ammo dumba katta bo'lib ketgandi uni. Bundan katta bo'lib ketgan. Dumba katta bo'lib ketgandi unda. Yo'q. Endi bayda hozir mana Sherzod menda o'tib ko'rsataymi? Ha, o'tib ko'rsataylik mana shuni. Jonivorlar. Hozir Albatta- bayda
Vesga hisoblasang, mana oqimiz, oqda mana ketlarini ko'rsatgan. Ya'ni ash yoningda turgan. Mana shu oq ham semiz ekan, shu qora ko'k ham semiz ekan. Ash ko'kimtir ham semiz. O'ta semiz. Mana u ham juda nix narsa. Gavdasi, jasadicha kichikroq o'xshaydi-yu, nix narsa taroziga kelaveradi. Taroziga kelaveradi. Eng qiziq aka, masalan, 9700 ga sotdim deyapsiz-ku. Endi mabodo degan joyim agar To'qsovda bilasiz, kimdir ehson marosim qilishi mumkin, to'y boshqa qilishi mumkin yoki nasriga qo'shib olaman deyish mumkin sovutib. Endi shunaqalarga qiziqqanlarga agar ichidan sotilishi ham mumkinmi aka yo? Uka, mana qarata. Bu hayotda ota-ona sotilmaydi, aka-uka sotilmaydi. Aha. Qolgan hamma narsaning narxi bor. Narxiga kirsa sotiladi. Yaqinlardan tashqari emasda endi. Odam sotilmaydi xolos-da. Yaqin qarindoshlar, oshna-og'ayni sotilmaydi xolos. Qolgani sotiladi. Endi aytmoqchi bo'lganim, qiziqqanlarga sotilaveradi. Sotiladi. Endi mana 9 million 700 mingga sotdi deganim ham 120 kilachisa hozirgi bozor narximiz mana tirik vaznga 110 kilodan oshig'ini 90 mingdan olyaptimi? Misol 100 kilo 90 kilodan balandini 85 atrofida olyapti. 83, 84, 85 gacha. O'shunaqa. Mana 120 kilo undan oshig'ini 90 mingdan olyaptimi? 120 kilo chiqsa ham boyagi. Ammo 120 kilodan ko'p chiqishi aniq edi uni. Ko'p chiqishi aniq. Aniq edi. 90 mingdan hisoblasang ham-ku 9 million 800 ming pul bo'ladi. Men yana 100 ming arzon bergan bo'lib qolaman hozir unda. Xuddi shuncha. Endi aytmoqchi bo'lganingiz, endi 90 mingdan beraveraman demoqchisiz-da? Beraveraman. Oyoqlar sotsangiz ham bo'laveradi. Oyoqlar sotilganda ham kelishilaveradi hammasida. Misol mana mash qo'yam. Badani mixta uka, yumshoq badan emas, ancha to'q. To'li bo'ldi-da bular. Bular 3 oylardan burun quruq yemek yeyapti oxirida. Badani ancha og'irlashverdi. Mana mashida eng kichkinasi mana bo'lsa, mana uni ham badani. Mana oldi-yu boshqa narsa, tavashi. Bo'ynlargacha to'libdi mana shu ham. To'lib ketganda. Endi Abror aka, qassoblarga ham kelishaveramiz so'yib olishiga. Kelishaveradi. Qanaqa narxda masalan o'zlari bilib el qatorimi yo? El qatori. Eldan oshiqchasini nima qilamiz? El qancha bo'lsa, shuncha ketilaveradi. Ketilaveradi. Endi hurmatli tomoshabinlar, shunday narsaki, To'qsovda bu qo'chqorlarda endi ko'chaga qarab savdo qilsangan bo'laveradi. Endi bu majbur emas. Va video syomkadan maqsadimiz qo'ylarni qanday ratsionda boqilyapti, qancha rasxod ketyapti, qanaqa foyda qilinyapti. Qo'y boquvchi obunachilarimizni qiziqtirish maqsadida aka, masalan kimgadir kerak bo'lsa sotiladi akalar, xudo xolasa kelishtiring oldi el qatori akalar. Qo'yib olishga ham, oyoqli ham, to'y chiqqa, ehson, aqiqa marosimlarga shunaqa katta qo'y so'yaman degan akalarimiz bo'lsa kelishaversin. Eng qizig'i Sherzod. Uzoqroqda bo'lsa, misol qo'shni viloyatdan bo'lsa, dastlabkasini qilib ham beraveraman. Dastlabkasi ham bor-a? Donaga deysa ham qilib ham beraveraman. Nega aka? Aloqa chiqib olasizlar, xudo xolasa aka. Ammo pastdan nomingizni qoldirib ketaman aka. Maslahatmi, qo'y kerakmi, nima bo'yicha aloqa chiqishaveradi. Muammo yo'q. O'zimizning Telegram gruppa ham bor, uni ham aytib ketaman. Telegram gruppa ham bor-a, xudo xolasa o'zimizning Chorva Telegram kanalimiz ham bor aka. Aloqa chiqib olasizlar. Endi Abror aka shu yerda savolda yangi boquvchilarga aka. Masalan, qo'ylarda siz Arashan ham, Hisor ham boqdingiz-a? Qaysi birini tavsiya qilasiz yangi boquvchilarga? Hisorini. Hisori, nimaga? Yangi boquvchi odam da bu endi bitta kuzatuvchimizni ko'niga kelmasin. Qo'y uchun ajratgan puli bir me'yor ozroq bo'lishi mumkin-da-ku. Tezroq go'shtga yetiltirib sotish uchun mana qo'chqorlar, Hisorlar zo'r yeb tursa 6-7 oyga bormasdan 6 oydan o'tib tayyor bo'lib qoladi-da. Tayyor bo'ladi. Misol bular ancha oldin tayyor bo'lgan, sotsa bo'laveradigan holatga kelib bo'lgandi. Biz o'zimiz mana to'y sezonida kutdik-da. To'y sezonida kutilgan. Endi bular tayyor bo'lgandi. Yangi boquvchilar uchun qanaqa qo'ydan boshlasa yaxshi aka? Hisoridan. Qachon olishsin? Hisorini, qo'zisini olishsin. 4 oy 5 oylikda. Nimaga unaqa deyapman? Men YouTube kanalimda qo'zi qo'chqordan foyda yaxshimi yoki tish buzgan qo'chqordanmi degan video qilib berib, hali yerda tiyinigacha hisob kitobini qilib berdim-da. 1-2 so'm nari berisi bo'lmasa, ash hisob kitob chiqadi. Hozirgi bozor bo'yicha-da.
Endi qara. Qo'zini tan narxi bilan boyagi tish buzganda tan narxini hisoblasak, tish buzganda tan narxiga uka, o'sha 4-5 oylik qo'zi qo'chqor o'sha pulga yetiladi. O'sha pulga yetiladi. Ya'ni 10 ta deylik tish buzgan qo'chqor hozir 5,5 million 6 million oralig'ida bo'lyapti tish buzgani. Aytmoqchisizki, 6 millionga qo'chqor olib yetiltirguncha 10 millionga sotguncha 4 millionlik qo'yib olib turib, tezroq aylantirgan yaxshi Yo'q, emasda. tezroq emas. Uni qo'ziniki ko'proq vaqt oladi. Mana uni tish buzgan qo'chqorni 10 tasini 60 millionga olgandan uka. 3 million 700 dan, 4 milliondan, ana bor 4 milliondan 40 millionga 10 tasini olib turib, boya 20 million ortiqchamiz turibdi va Hop. 60 million bo'lishi uchun. Bitta qo'y 1,5 milliondan yegan taqdirda ham uka 55 millionga mana holatga kelib tayyor bo'ladi 7 oy 8 oyda. 7 oy 8 oyda. Ana bor 9 oyda-da. Aha. Tayyor bo'ladi. Keyin hozir kilosini ana bor 85 mingdan sotsa ham 100 kilo bo'lib qolsa 8,5 million. 55 millionga tayyor bo'lgan qo'ylarni 10 tasini 85 millionga sotadi. 30 million foyda. 30 million sof foyda. 30 million sof foyda. Endi 6 milliondan tish buzganda olib 4 oy 5 oy boqishsa, u ham hech bo'lmasa 1 milliondan yeydi. Bo'lmadi endi. Chunki u o'zi rasxod ko'proq beradigan paytiga kelib qolgan-da. Misol qo'ziga 200 grammdan bersak, bularga sirazi kelgandan 500 grammdan berishimizga to'g'ri keladi. O'shani hisobiga 1 milliondan yegan taqdirda ham 7 milliondan tayyor bo'lsa, 100 kilosini 8,5 milliondan 10 tasini 85 millionga sotib, o'zi 70 millionga tayyor bo'lgan bo'lsa, 15 million foyda qilishadi. 15 million. Ya'ni qo'zidan foyda yaxshiroq demoqchisiz? Endi qara. 4 oy 5 oy. Oralig'i tish buzganda tayyor bo'lishi. Qo'zini tayyor bo'lishi 8, 9, ana bor meniki 10 oy bo'ldi. 10 oy ham deylik. Vaqti 2 barobar ko'p, daromad 2 barobar ko'p. Narigini vaqti 2 barobar kam, daromad 2 barobar kam. Endi qo'zini yaxshi tomoni nima aytaymi? Uka ikki tishga chiqqan qo'chqor o'zi gavdasi aniqda, uni nasldorlikka chiqadiganini o'zi narxi o'zi sirazi boshqacha bo'ladi. Qo'zini ichidan 4 tasi 10 tadan 4 tasi nasldorlikka chiqib qolsa, 200 dollardan qimmat sotsa, yana 800 dollar foyda odam. Foyda qoladi. Lekin aka sizga rahmat. Endi o'zi asli qo'ydan foyda aka. Bilasiz, qo'ydan yaxshi foyda qoladi. Qo'y boqqan foyda, boqarish kerak. Qo'yda baraka bor. Xudo xolasa, endi aytmoqchi bo'lganim, qo'zini olib tashlashsa yaxshi demoqchisiz. Men shunday fikrdaman. Ko'pchilik tish buzgan qo'chqorni olib yemlagan yaxshi deydi-yu. Men hali tomoshabinlar kommentariyaga sohingizni qoldirib keting. Siz qanaqa qo'y boqib qancha foyda qilgan bo'lardingiz akalar? Kommentariyaga boqsangiz bilganga eslatma, bilmaganlarga foydali ma'lumot bo'ladi. Endi shu joyda aka pastda polni ham ko'rsatib o'tib ketyapman. Nimaga sizni qo'ylaringiz tagi quruq turadi aka? Qishin yozin quruq turadi. Endi yoz endi tabiiy issiq holat bo'lgani uchun quruq. Hop. Endi qishda uka mehnatini qilaman. Mehnati ham oson emas. Mehnatini ham aytish kerak-da. O'zi bunday bo'lib qolmaydi. Qishi bilan pishirgan ham berganman. Endi to'xtatmay siyadi. Onda-sonda silos ham berganman qishda. Bilchillab ketadi 2-3 kunda. Apilka bor-ku. Hop. Yog'ochni qirindisa, apilka. Sepib tashlayman. Yana bir 5 kun, 6 kun quruq turadi. Shuna qilib 1 oyda 4 marta, 5 marta oralatib apilka sepaman qishda. O'zi tagi nimadan qilish kerak? Pol qilgan yaxshimi, stashganmi? Yo'q, tabiiy holat, yer yaxshi-ku. Yer yaxshi, ha? Hammasini maqtab oddiy yerda boqorgan yaxshi. Tabiiy holatiga yetmaydi. Nega? Chunki bu Allohning jonzoti, jonivorlar meni. Endi ko'pchilik masalan sharoitiga qarab qiladi akalar. Kimdir stashga qilishi mumkin, kimdir yer, kimdir pol qilishi mumkin. Stashga umuman bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'sha sidigi sizib pastgacha tushib ketmaydi-da, u bichillab turaveradi yozda ham. Sidik o'zi amyak bo'lib yig'ilib, o'pkani ketadi. Kasallik ham ko'payadi, jigar ketadi, boshqa bo'ladi, kasallik ko'payadi aka. Eng oson, yaxshisi shu tabiiy. Hali tagiga shibin tashlash deyapti-yu. Tinib bo'lib qolish. Men uni ortiqcha rasxod deb bilaman. Ortiqcha rasxod. Mayli, qilgan odam qilaversin, qarshi emasman. Lekin ortiqcha rasxod deb bilaman. Undan ko'ra oddiy tuproq yaxshi deyman. Nimaga?
Baribir usti ancha qalinlikda go'ng bo'lib ketgandan keyin to u go'ngdan siydigi sizib o'tguncha tepasida yana tushaveradi-da. Ha, Bu yerda shibindi effekti bo'lmaydi deb hisoblayman. bo'lmaydi. Lekin kimga qanaqa lekin bilmadik-ku. Ko'pchilik shunaqa holat qilyapti hozir zamonaviy qo'yxonalarda. Lekin ota-bobolarimiz unaqa narsa qilmagan. Yerda o'ziga shuni katta qilib, to'rtta taxta bilan o'rab, boshqa qilib boqishgan, effekti yaxshi bo'lgan. Endi asli mana bunaqa chiroyli qo'yxona qilishni ham kerak yo'q-da. Kerak yo'q. Oddiy qo'yga nima desa bo'ladi? Tagi quruq, usti yopiq bo'lsa bo'ldi qo'yga. Ayniqsa qo'chqorga uka, Qo'chqoriga. yotgani joy bo'lsa, yegani o'g'ri bo'lsa bo'ldi. Tushunarsiz. Lekin effekti zo'r beradi. Hurmatli tomoshabinlar, qo'ldan kelganicha to'liq ma'lumotlarni olib berdik degan umiddamiz akalar. Qanaqadir xato, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa oldindan uzr so'ragan holatda akalar biz juda o'z syomkamizni yakunlaymiz. Kommentariyaga izohlaringizni qoldirib keting aka. Qanaqadir bilmagan savollarimiz yo berilmagan savollar bo'ladigan bo'lsa, yo bergan savolimizni javobi to'lmagan bo'lsa aka, kommentariyaga izohlaringizni qoldirib keting. Aytganimizdek akalar, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga foydali ma'lumot bo'ladi akalar. Xudo xolasa to'liq videosini oxirigacha ko'rasiz degan umiddamiz. Biz bo'lmasa shu yerda o'z syomkamizni yakunlaymiz. Endi Sherzodbek, yana obunachilarga, shu joygacha ko'rgan obunachilarga bitta gapda, haqiqiy qiziqadigan odam nechtagacha ko'radi. Shetgacha ko'radi. Men shularga agar ruxsat bersang, bitta gapni aytib ketay. Bemalol aka. Sizlar ko'proq savdoni, qo'ylarni ko'rsatasizlar. Mana boqishni nimasini qilasizlar, qilmaysizlar emas-ku. Nisbatan kamroq. Meni o'zimning kanalimda faqat boqish, o'zimni boqish holatim. Telegram gruppam bor, boshqa bor. So'rab yozishsin, men komment kuzatib boraman. Nomeringizni qoldiraman aka. Sizga aloqa chiqishadi, Telegramdan yozishadi, Telegramdan yozishaversin. Baribir telefon, mezona boshqa unaqa bunaqa bo'lishi mumkin. Aloqa chiqsa, chiroyli qilib ishlarni bitirasiz. Maslahat kerak bo'lsa, qo'y boqish, qo'y olish hammasini qo'ldan kechirib turamiz aka. O'zimizni kanalda ham, YouTube kanali, o'zimning kanalimda ham bemalol linkini beraman. Xohlasa obuna bo'lishadi, xohlashmasa akamizni kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi narsalar, yaxshi foydali ma'lumotlar chiqadi akalar. Biz bo'lmasa shu yerda syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi syomkada ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizning sho'rvangizga Xudo barakasini bersin akalar.